Amerika Avam Palatası Xitoyga qarshi ikki turlik qonun loyihasi ma'qulladi. Albatta, bu turdagi xabarlarmi ko'plab chiqib turdi davomli. Hammalarga ma'lum bo'lgandek, bu qatim Amerika Avam Palatası Xitoyga munosabatli ikki qonun loyihasini yana o'xshashlam o'rtaq ovoz bilan ma'qulladi. Bu qonun loyihalariga asosan Davlat bexatarlik ministrligining Xitoy shirkatlari ishlab chiqargan batareyalarni setib edish cheklangan hamda Davlat bexatarlik ministrligida Xitoydan keladigan tahdidlarni nazorat qiladigan va uningga taqobil turadigan xizmat guruhi qurildi ekanda. Nəhayət mühim bir qadam albatta bu. Bu qonun loyihalari keyingi qadamda Kengash palatasida muzokara qo'yildi ekan. Amerika ovozining xabarida berildi bu xabar. Amerika Avam Palatası 10 mart ovoz berish orqali hech qanday qarshiliksiz holda amaliyotda ikki partiya bir-biriga muxolif bo'lgandan keyin nurg'un masalalarda bir-birisining ovozi bir-birisini qo'llamaydi nurg'un masalalarda. Amma har doim Xitoyga bo'lgan Xitoyning beshamligi, mush nomussiz siyosatlari kelgan vaqtida har ikkilisi bir-birisiga raqib bo'lsa-mu, bu masalalarda davomli holatda asosiy jihatdan %99% desek bo'ladigan darajada ovoz berib o'tib hozirgacha. Hech qanday qarshiliksiz holda HR 1166 nomerlik chet el raqiblarining batareyasiga beqinishdan qutulish qonunini ma'qullagan. Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasining parlament a'zosi Carlos Jimenez palatada ovoz berishdan burun qilgan so'zida biz batareya texnikasiga texmi bak tayindigan bo'lg'achqa bu batareyalarning dushman davlatlardan kelmaganligini jazmlashtirishimiz kerak degan Carlos. Avam Palatası Davlat bexatarlik komitesidagi demokratchi parlament a'zosi Lu Korea bo'lsa, palata yig'inida so'z qilib, demokratchilarning bu qonun loyihasini qo'llaydiganligini, Xitoyga hargizmi Amerikaning davlat bexatarligiga buzg'unchilik qilish fursati yaratib berishga bo'lmaydiganligini, Amerikaning o'z davlatida bu sohadagi ishlab chiqarish asosini taraqqiy qildirish kerakligini ta'kidlagan. Xo'sh, demak bu shaklda bu qonun ikki qonun loyihasi ma'qullandi degan gap.